Ko'pchilik yopiladi deb o'ylagan Sergeli avtomobil bozori aksincha yangi qiyofaga kirmoqda. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Sergeli avtomobil bozori yopilishi yoki boshqa joyga ko'chirilishi haqida turli mish-mishlar tarqalgan edi. Toshkent shahar hokimligi bu xabarlarni rad etib, bozor odatdagi tartibda faoliyat yuritayotganini va uning yopilishi rejalashtirilmaganini ma'lum qildi. Ayni paytda bozor hududida keng ko'lamli rekonstruksiya va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Loyihaga ko'ra, bozor infratuzilmasi zamon talablariga mos ravishda yangilanadi va xaridorlar hamda tadbirkorlar uchun yanada qulay sharoitlar yaratiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgacha 26,5 ming kvadrat metr maydonga yangi asfalt yotqizilgan. Yana 16,2 ming kvadrat metr hududni asfaltlash ishlari ham yaqin kunlarda yakunlanishi kutilmoqda. Bu esa hududdagi tirbandliklarni kamaytirish va harakatlanish qulayligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ehtiyot qismlar sotiladigan do'konlar, savdo rastalari va vitrinalar yagona zamonaviy standart asosida qayta jihozlanadi. Tartibsiz o'rnatilgan reklama bannerlari olib tashlanib, bozorning umumiy ko'rinishi yanada chiroyli va tartibli holatga keltiriladi. Yana bir muhim yangilik, bozorga kirish va chiqish joylarida avtomatlashtirilgan to'lov tizimlari joriy etiladi. Bu orqali inson omili kamaytirilishi, ortiqcha navbatlar va turli tushunmovchiliklarning oldi olinishi rejalashtirilgan. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha Sergeli avtomobil bozoridagi bu o'zgarishlar savdo va xizmatlar sifatini yaxshilaydimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.